Assalomu alaykum yurtdoshlar, mana bugun yana bir klientimiz uylarida Aristonni tozalash jarayonidamiz. Ko'pchilik 2-3 yil, 4 yildan beri tozalamadi bu Aristonni degan nimalar bo'ladi, ishlayapti, hali ham yaxshi holatda deydi. Bularnikida ham xo'p ishlab turgan, faqatgina o'zi ora-orada ba'zida suvdan to'kilish hosil bo'lish boshlagan. Yo'qolib qolib, paydo bo'lib, hozir mana Aristonni ochdik, mana holatda. Mana. Даже mana ten siqmay qo'ygan. Ten siqilgan joyga mana ovqat ko'payib ketgan. Ovqat ko'payib, mana shlak ko'payib ketganini hisobiga. Mana. Hozir tenimiz joyiga sig'mayapti, chiqmayapti joydan. O jarayonlarni olib ko'rsatamiz. Mana jarayonda hozir tenimiz chiqaz oldik, lekin mana hali ichida mana yana mana shuncha loylarimiz bor. Mana. Odamlar ko'pchilik klientlarimiz aytadi, 2-3 yildan beri ishlatibdi, haligacha yaxshi holatda, hech qanaqa muammosi yo'q deydi. Muammo bo'lmaydi, qachonki o'sha ten yorilib, to'kilish boshlanguncha mana bunday holat bo'ladi. Mana hali ichida yana furchasi bor, oxirida yana bir ko'rsatamiz. Mana shunaqa Ariston tozalash xizmati kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar pastdagi nomerlarga. Mana hozir bo'shatgan Aristonimizni tenini olib tashlab, u o'zi yaroqsiz holatga kelib qolgan, to'kilish boshlaganda, chunki nagar bosganning hisobiga to'lib ketgan nagar bilan o'sha turli xil loy, suvdan kelgan va qaynash natijasida chiqqan nagarlar bilan to'lib, bu suvga tegmay qolgan hisobiga, suv o'tkazmagan hisobiga ten yorilgan. Yorilgan hisobiga hozir biz uni olib tashladik va mana yangi ten o'rnatdik va mana yonidagi nimasini ham yangiladik. Hozirda mana o'rnatish jarayonlarini boshlaymiz. Xudo xolasa ichlarni yuvib, tozalab, hammasini chiroyli qilib, hech qanday atot ichida oqlat qolmadi, nagarlari ham. Xo'p, Aristonni joyidan olmasdan tozalashimizdan maqsad buni TVda patolog qilib bo'lgan ekan, chiqarish TVga iloji yo'q ekan, shu hisobiga olmasdan joyda tozalashga to'g'ri keldi. Aslida Aristonni olib, xotirjam bu yoqda tozalaymiz, lekin hozir bu yerda sharoit shunaqaligi uchun olmagan holatda joyida tozalaymiz. Hozir endi mana yangi tenlarni o'rnatishni boshlaymiz, xudo xolasa.